Bovam aytgan hikoyalar, qizim aytgan naqshalar. Chatni unalg'u dramasi. Tumares? Nimdaysiz bova? Bir ishqi buyuribdingiz? Yo'q, unutib qoldingmi? Bugun kunga nima? Rost, yakshanba. Topshiriq bilan bo'ptik, esimdan chiqibdi. Texi ishlab bo'lamadingmi topshirig'ingni? Hozirla tugatdim. O'tiramisa. Sana bugun insonlarning do'sti Qalg'ash haqidagi hikoyani aytib beray. Ajab yaxshi. Men Qalg'ashni bek yaxshi ko'raman bova. Uchar qanot jonu jonivorlar opridi bo'lib, uzun o'tmay ularga har xil yem-xashak, oziq-to'liklar taqsim qilinib berilibdi. Biroq yilonning puti bo'lmag'achqa, so'rilib mengib taqsimot yig'iniga kechikib qopti. Buni ko'rgan Sulaymon podsho uning xohlagan bir oziqlik tepib olishiga ruxsat qildi. Shuning bilan yilon o'zi oziqlik izlamoqchi bo'ldi. Biroq u izda hech bir oziqlik topolmay bechora holga tushib yetibdi. Buni ko'rgan pasha yilonga ish og'ritib, uning uchun oziqlik izlab yo'lga chiqibdi. Pasha oziqlikni tepib oldirib ketib etib, Qalg'ashni ushirtib qopti. Hey pasha, nima chaldirish? Ozroq orom ilaylik mamam sen. Bo'lmaydi. Ilon akamman qarabli qoldi. Voy, nima chiqasan onunga? Qarab qolsa nima bo'ladi? Nimanda chimmaydansan? Ilon akamman puti yoqtirsa, onunga yordam qilsam bo'lamdi. Onunga zodi nima yordam qilyapsan? Onun uchun oziqlik tepib, shu xabarni yetkazay deb ketyapman Qalg'ash qiz. Shunday qilib, nima topding zodi? Odamning qinini. Men qara pasha, sana ko'nglimdakin desam, sening bu ishing bir jinoyat. Nima? Bilishing kerakki, dunyoda g'alchilikdan eski ish yo'q. Chunki tayyortapni g'alchilar paydo qiladi. Uning ustiga hayotlikning sardori bo'lgan odamni ziyon uchirtishga qanday ko'ngil o'nadi? Oye, menga aqli yetmaydi dema ishingni qila atash. Haras, odamning qini totliqmikan? Ajoyib totliqkan. Natoyi? İşanmamsan, adamның qinining ta'mi og'zimda bor, tetib bax bo'lmasa. Chiqar aklingni. Hey paşa, nima hayal bo'lasan? Menga qanday oziqlikni xabarda kelding? Hey, gap qil deyman. Hey, so'ram. Gapni tuzuk qil. Onun nima qilganligini men bilmayman. O nima deydi? O dunyoda hammadan bek taqamakini tatliqdan deydi. Quruq gap. Men bilmaydigan paqimi u. Atidin kash kishi patqoq yursa, uning qini tatib qiladimi? Mana nima qilsan? Sening g'alchang shundoq tavassa, ishonmasang, o'sha go'chidan so'rab bilib ol, tayyor top. Senlarni toza otdan bopildim go kasofatlar. Shundoq qilib Qalg'ash insonlarga cho'ng bir yaxshilik qilgan ekan. Kishilar Qalg'ashning bu ishini uqqandan keyin o'z o'ylaridan o'rin berishibdi. Qalg'ashlar shundan e'tiboran odamlar bilan birga yashab etibdi.